kuniga 83 mingdan, oyiga esa korzinka narxi 2.490.000 so'mdan tushadigan 24 oyga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Sons tramlyor do'stlar. Umumiy hisobda 360 ming yurgan. Motor hadoy korobkasida ishi yo'q. Metan jonivor. Ana motor holati ishlab turibdi, ko'rib turibsizlar. Aslida Sons minganlar biladi do'stlar. Ana shu mashinani boshiga atiga 12 million so'm, 24 oyga esa 2,5 million so'mdan oyma-oy qilib berasiz do'stlar. Ko'rib turibsiz, salon qismi holati yaxshi. Xo'p. Kimga qiziq bo'lsa, mana kelib ko'rib, tepasida savdosini qilib, hech qanaqa penyalarsiz, kechiktirilgan 2-3 kun darrov qo'shimchalarsiz qilib beramiz. Mana shu mashinaga. Agar sizda bosh to'lovga boshqa mashina bo'lsa ham olib qolamiz do'stlar. Sizda sotiladigan mashina bo'lsa, bemalol Telegram raqamini qoldiraman, tashlab berishingiz mumkin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar, sog' bo'linglar.